Ko'rasiz issiq bo'lyapti. Hozir xo'jayinimdan uxlasam bo'ladimi deb turib so'rayman. Shu vaqtida qani ruxsat berarmikan yo'qmi? Asta olib boraman, o'zingni ko'rsatmay. Jag ville sova. Gå och sov högt dig. 30-40 minuter, det går bra. Inga kommentarer i tiden. En timme? Om det kommer körning, beställning, kan du göra? Jag fixar det. Tack bror. Jag är där nere. Ko'rdinglar mi? Hech narsa nima bo'pti? 7,5 soatni 40 minut uxlasam bo'ladimi dedim. Farqi yo'q dedi. 1 soat uxlar bo'ladi. Zakaz acha dedim. O'zim qilaman dedi. Muammo yo'q. Agarda masalan sizlar mana shunaqa holat bo'lsa, baribir hayotingizda bo'lgan, masalan men O'zbekistonda magazinda ishlagan vaqtim shunaqa holat bo'lgan, uyqum kelgan haqiqatdan ruxsat bermagan ya'ni. Agarda sizlar masalan mana shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, sizlarga nima degan yo bo'lmasa agarda shunaqa qilmoqchi bo'lsanglar, biror joyda ishlasanglar, xo'jayininglar nima deydi, ana o'sha narsani kommentariyada yozib ketinglar. Men bo'lsa ozgincha mizg'ib olaman.